Assalomu alaykum. Akalar, mana jo'ja ochirish sezoni ham kirib kelyapti. Ko'pchilik inkubator qidirib yurgan bo'lsa kerak. Mana yangi inkubatorlarimiz tayyorlab qo'ydik. Bu inkubatorlarimiz polniy avtomat bo'ladi. Faqat 3-4 kunda bir marta suvga qarab tursanglar bo'ldi. O'zi ochib chiqaradi. Hozir to'liq obzorini qilamiz, qanday ishlatishni. Keyin narxlarini aytib o'tib ketamiz, dastavkalarini ham kelishamiz. Hozir upakovkasini ochib, videoni boshlaymiz. Mana inkubatorimizni upakovkasidan ochib oldik. Bu inkubatorimizni materialiga keladigan bo'lsak, 2 qavatli bo'ladi. Tashqi qismi MDF dan qilingan, MDF qoplangan bo'ladi. Ichki qismini Penaplex dan qilganmiz, issiqlikni ushlab turishlik uchun. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. Qoppog'i aynalik qilingan, ichini ko'rib turishlik uchun. Bu inkubatorimiz 2 etajli bo'ladi. Ikkala etajda ochirsanglar bo'laveradi. Ozroq tuxum bo'lsa, pastini o'zida ochirsanglar ham bo'laveradi. Kitobchalari bor. Kitobchasida to'liq ishlatish haqida yozganmiz. Bu inkubatorimizni afzalliklaridan 220 voltga ham ishlaydi. 220 volt qisqichlari bor. Akkumulyatorga ulasanglar ham ishlaveradi. Mashinani akkumulyatoriga. Boshqa akkumulyatorlar bo'lmaydi, faqat mashinani akkumulyatoriga ulasizlar. Tashqi ko'rinishi mana shunday. Yonboshidan suv quyadigan joyi ham bor. 4-5 kunda bir marta suv quyiladi. Endi ishlatish haqida qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu inkubatorimizni tuxum terish tartibi mana ikkinchi etaji ilmali bo'ladi. Ikkinchi etajni tepaga tortsanglar chiqadi. Mana bu yoqda ikkita, bu yoqda bitta ilmag'i bor. Shuni pastga ilib qo'yasizlar. Tuxum terish tartibi mana tuxumni setkasini 45 gradusga yonbosh qilib olsanglar, tuxum terishda qiynalmaysizlar. Tuxumda uchli tomoni bo'ladi. Uchli tomonini setkaga qaratib, yo'g'on tarafi tepada bo'ladi. Yo'g'on tarafini tepaga qilib, boshidan boshlab terib chiqarasizlar. Terib chiqishda tartib rasmi bor. Terib chiqqanda ham mana ko'rishingiz mumkin. Orasiga tushirasizlar. Birinchi qator terib turib, ikkinchi qatorni tepasidan emas, yonidan boshlaysizlar mana. Bir-biriga kiyiladi tuxumlar. Shunaqa qilib teriladi. Polniy tersanglar, ichidagi Penaplexlarni ovorasizlar. Polniy terib olgandan keyin qimilayotgan joyiga Penaplexlarni sindirib, qistirib qo'yasizlar. To'kaylarni. Tuxum terishda oson yo'li shu, boshqachada qiynalasizlar. Yonboshga devorgami, bironta joyga yonbosh qilib turib, bir qatordan terib chiqarasizlar. Buni pastidagi etajini tashqariga chiqarish shart emas. Buni ham mana sepib buraladi. Sepini o'rtaga qilib turib, buni ham orqa tomonini jicha ko'tarib olsanglar, 45 gradusga devorga qadab olsanglar, buni ham terish oson bo'ladi. Xuddi tepadagisini qanday tergan bo'lsanglar, bunday yonbosh qilib, inkubatorni o'zini yonbosh qilib, devorga qadab turib, aytganimdek birinchi qatordan terib kela olasizlar. Keyin tuxumlar terib olgandan keyin mana bu simini tashqariga qo'yib turasizlar. Tashqariga qo'yib turib, ikkinchi etajini ilib qo'yasizlar ilmag'iga. Ilmag'iga ilib, bu simini tuxumni ustiga qatib qo'ysanglar, ustiga qo'yib qo'ysanglar, issiqlik bilan namlikni o'lchaydi bu. Ustiga qo'yiladi. Tuxum terib olgandan keyin iliq suv quyiladi. Iliq suv quyayotganda mana idishi bor pastda, ko'rishingiz mumkin. Idishini devorga qadab qo'yasizlar. Hozircha siljib qolibdi. Devorga qadab qo'yasizlar. Ikki yonboshdan o'rtada turadi. Devorga qadalgan holatda. Nimaga desanglar, yonboshida shlankasi bor. Shlankasidan chaynakda 3-4 kunda bir marta suv quyib qo'yasizlar. Suv quyayotganda idishidan toshmasligi kerak. Suv quyayotganda qopqog'ini ochib, mana uni yonboshlatsanglar, setkasi yonbosh turgan bo'lsa, suvni qarab turib qo'ysanglar bo'laveradi. Fanarni yoqib turib, o'zi fanari bor mana. Mana bu knopkasi fanari bo'ladi. Bitta yoqsanglar fanar yonadi. Bu fanar yonib qolib ketmasligi kerak. Qachon kerakli paytda suv quyayotganda yo ichini ko'raman deganingizda yoqib o'chirib qo'yasizlar. Ikkinchi knopkasi bo'lsa, tuxumni aylantirish knopkasi. 19 kun mana chiziqcha tomonda bosilgan turadi. 19-kunda 0 ga bosib qo'yasizlar. 19-kun 0 ga bosib setkasini tekis qilib qo'yasizlar.
Olasizlar setdan ko'tarimli o'rnini almashtirsanglar ham bo'laveradi, buramasdan. Yonbosh turgan bo'lsa, обязательно tekis qilib qo'yish kerak. Ikkinchi tashkilish juda oson. 19-kungi holati shunday turadi. Tuxumlar bo'ladi. Mana ustida turgan bo'ladi, tekis bo'ladi. 19-kuni mana o'chirasizlar, bo'ldi. Knopkasini o'chirib qo'yasizlar. Mana bu graduslarga tegishinglar shart emas. Bunisi issiqlik bir xil tushadi. Oxirgi kuni ozgina pasaytirib qo'ysanglar bo'ladi. 19 kun tovuq tuxumini aytadigan bo'lsak, 19 kun 37.8 da turadi. 19-kuni 37.4 gami tushirib qo'yasizlar. Namligi foizi muhim emas. Suv quyib turasizlar. Birinchi kundan 19-kungacha idishiga yarmdan oshiqroq suv quyasizlar. 19-kuni suvni to'ldirib qo'ysanglar, namligi ko'tariladi. Taxminan aytaman, birinchi kundan 19-kungacha 50 bilan 65 ta orasida, 19-kundan keyin 65 bilan 75 ta orasida turadi. Pastda ventilyatori bor, issiqlik bir xil ushlab turadi. Keyin qoplog'ini 19-kundan keyin qoplog'ini umuman ochmaysizlar 2 kun. Qoplog'ini ochsanglar, namligi tushib ketadi, jo'ja ochishi qiyinlashadi. 19-kundan keyin iloji bo'lsa 2 kun ochmanglar qoplog'ini. Pastda dimoxodi bor. Dimoxodini ochib yopsanglar, namligi ko'tarilib tushadi. Ko'p ochinglar shart emas, qalamcha sig'adigan qilib ochib qo'ysanglar bo'ladi. Inkubatorimiz polniy avtomat bo'ladi. Polniy teraman desanglar 120 dona tovuq tuxumi sig'adi. Bedana, o'rdak, induk, parranda tuxumlarini ochirsanglar bo'ladi. Tablisasi mana 5 xil parrandani ochirsanglar bo'ladi. Kafolat 4 oy bo'ladi. Tuxum soni har xil bo'ladi inkubatorga qarab. Bu inkubatorimiz 100 metalik avtomat inkubatorimiz narxi 950 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Keyin xona harorati ham muhim bo'ladi. Bu inkubatorni qo'yishdan oldin xona harorati issiqroq bo'lishi kerak. O'rtacha 25-30 gradus xonada turishi kerak bu inkubatorimiz. Tushunmaganlar bo'lsa, Telegramdan yozinglar. Telegram kanalimizga qo'shib qo'ying deb pastdagi nomerga yozsanglar, Telegram kanalimizga qo'shib qo'yamiz. Telegram kanalimizda bizdan olgan mijozlarni fikrlari bo'ladi. Qanaqa inkubatorimiz haqida fikrlar qoldirgan bo'ladi. Natijasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin Telegram kanalimizda. Hammaga rahmat. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. O'zimiz birinchi qo'l 100% noldan o'zimiz tayyorlaymiz, olib sotar emasmiz. Boshqa videolarimizni ko'rsanglar, ishxonamizni ham ishlash tartibi qo'yilgan.